Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu Payg'ambarimiz vesselamu sollallohu ala alayhi vasallamga Rasulillahil salovat qoil. va salom Ya bo'lsin. ma'shar U ash-shabab zot aytganlar: "Ey yoshlar jamoasi, sizlardan kim uylanishga qodir bo'lsa, uylansin." O'zbek birodarlarimiz ushbu uylanish arafasidagi yigitga naqd mablag' bilan yordam berib, uning to'yini xayrli tarzda o'tishiga sabab bo'ldilar. Alloh o'zbek birodarlarimizdan rozi bo'lsin. A'zo ahlimizga ko'rsatib kelayotgan doimiy yordamingiz uchun sizlardan behad minnatdormiz. Sizlar barcha qiyinchiliklarga qaramay bizga cho'zilgan oq qo'lsiz. Alloh sizlarni barakotli qilsin. Sadaqa sababli mol dunyo kamaymaydi. Alloh taolo qalblaringizga quvonch va shodlik ato etsin. نشكر شباب الأوزبك على هذه المساعدة والله يجزاهم ألف ألف خير إن شاء الله.